Assalomu alaykum qadrli Mironbek Investordagi biznes kanalining obunachilari. Va mana biz Xudo xolasa bugun basseynimiz bitdi. Inshaalloh mana shu yerga beton tayyorlab quyib, aylanasi qiroqlari bilan bemalol chiqmaliklarda turib quriladi. Suv to'lgandan keyin tosh aqabaga toshib ketmaysan, shu yerdan mana oqib ketadi kanalizatsiyaga. Yo'lini chuqurroq qildik. Shu oxirgi suv kulon kepchaga to'planadigan bo'ldi. Musor suvlar shu bozorga tashlanadi. Xudo xolasa bunaqasiga 30 bo'ldi. Eniga bunaqasiga 155, chuqurligi где-то 60, 55, 60 shunaqa atrofida bo'ldi. Xo'p, do'stlar, mana shu yerga bir kuba suv ketadimi, qancha ketsa ham endi o'rdagilar bemalol mazax cho'milish uchun yetarli joy deb o'ylayman, chunki o'rdagilar har xildali sho'ng'ib suzadigan xarakterlari bor. O'sha nimasiga ham to'g'ri keladigan qilsal chuqurroq qildik. Bo'lmasa o'zida bir 15-20 sm qilsak ham bo'lardi. Shu sho'ng'iyolmasdi, o'sha to'liq yuvinib nima bo'lmasin, birla mazasini zo'r qilsin deb, xohlasa shunaqa sharoitlar qildik. Mana do'stlar, shuncha sharoit shu o'rdaklarimizga bo'ldi. Bu o'rdaklarimiz Xudo xolasa bizga o'z nimalarini qaytarib beradi, Xudo xolasa mehnatlarimiz samarasini. Mana bugun bunaqa salatlar olib keldik, yana har xil vitaminlar, mana ichi to'la baqlajon, boldiring, qalampir, bolgarskiy ish qilib. Bular ichi to'la shu mana karam, ko'kat, ochcha. Mana shunaqa sabzavotlar, bular hammasi o'rdaklar uchun. Xo'p do'stlar, endi bag'ini ko'ringlar, mana pishgan so'zi, kartoshkani po'choqlari pishgan, birinchi pishirib olib turib, keyin tozalab ular salat tayyorlashadi. Bu kakra sayyor bepul ovqat bo'lib qoldi bizga. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi mana bu kecha kunlari ovqat desa nima qilyotdi? Teskari qarab tovoq bo'shatayotdi. Endi mana ko'ngilga kelsa yeyapti. Mana o'tlar, analar rediskan barglari. Quyonlar ham mana ziyofatni qattiq qilyapti hozir. Bugun aksiga olib, obedlarda hali borib, mana qanday so'tlari bor. Mana kim bilsa, mana shunaqa so'tlardan ham g'anam qilib yulib kelib berdik. Orqasidan bu sabzavotlar bo'lib ketdi. Mana quyonga tashlab qo'yganmiz. Hamma po'choqdan bor. Nima yegisi kelsa yeb, xudo xolasa, so'z yeydimi, karam yeydimi, qizilcha yeydimi. Xudo xolasa yemishlardan muammo yo'q. Aylanib yurib, vitaminli ovqatlardan yesa, buni qoplarda ham shu o'tlardan bosib kelib qo'ydim. Bu o'tlar tuxumashiga yordam beradi ekan. Suv o'tlari. Bu esa zibirlarda bo'ladi. Ulardan olib kelib qo'ydik. Maqsad bularga o'sha vitaminni zibirda to'p yeyolmaydigan vitaminlarning hammasi shu yerda bor. Xudo xolasa mana o'rdaklarimiz kayfiyati ham yaxshi. Jig'ildonlar ikki tomonga qarab ishib ketibdi. Bo'lak yurakcha shaklda ishib ketdi jig'ildon ham. Yursin mayli, shu yegan sari keyin yuradi, tuxum qo'yadi. Hozir tuxumni ham vaqti emas-ku. Keyingi oydan qo'ysa, Xudo xolasa o'sha martlarga keyin bosib ochib chiqish ehtimoli ko'proq bo'ladi inshaalloh. Qancha havo issiq bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Mana eng go'zal qora boshlarimizdan pochchoskalarni qarang, mana pochchoskalarni. Pochchoska ham qo'yganman. Mana oqimiz ham juda go'zal. Ko'rsinmasin. O'zimiz yoshligidan boqqan nimalarimiz, o'rdaklarimiz haqiqatan mana zo'r, go'zal bo'lib yetilyapti hammasi. Kichkinalarga ko'p don berganman shunga shekilli. Endi Ardamlardan olib kelganlarimiz jam abas, yosh qaramaganman. Mana bular shu Ardamlardan kelgan. Turishini qarang. Yo'q, medium bilmayman nimaga unaqa bular. Suvsizlik ko'ringanmi? Aqloqlarimiz ham mana
Jildan ishib ketib orib qoldi shekilli, to'xtatdi, endi ishdi. Dollarimiz ham bor, xudo xolasa mana bir hafta 10 kun oziq-ovqatimiz yetib o'tadi o'rdaklarimiz inshaalloh. Quloq-oqim chiroyli bo'lib ketdi-yu. Ziyofat davom etmoqda. Şu onu kichkina asha oq ne dana oq sehrli chiroq a? Sehrli chiroq bilan uni ko'ryapsizlarmi? O'sha bilan o'sha ham chiroyli katta bo'lib ketdi-ku, mingni olib kelgani. 20 mingdan arzon kelganlar. Chiroyli katta bo'ldi. Sheriklari hali ham kichkina. Shekillar makon ekanda, bu xo'roz ekanlarmi? Shuni hisobiga. Mana shu oltin katta turibdi-yu, ana shunaqa bo'lib ketadi, shu parodasi o'shandan shekilli o'sha. Bekarga bular beso'naqa emas ekan dedim men. Shunaqa bo'lishi mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa hammasi yaxshi, inshaalloh. Bundan ham yaxshi ketaversin. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.